7. qism. O'tkirning ochiq, samimiy mijozdan uning ozroqma haqavurligini his qilmagan edim. U mangla emas, sinfdagi boshqa saboqdoshlarga illiq muomala qiladi. U menga besim bo'lib qolmasin dedimi yoki keyin vaqti kelganda aytishni o'yladimi, oilasi to'g'riliq gap qilmagan. O'zining muavin hokimning o'g'li ekanligini menga deb baxmagan edi. O'tkirning ochdan shapaloq yegandan keyin umid tarim taraslab uzildi. Haqiqatni, reallikni tunib yetgandek bo'ldim. Ko'ngil tushimning faqat tush olimiga tava ekanligini, uning azaldan menga mansub emasligini, ham mansub bo'lmaydiganligini tushunganimda samoviy xiyollarimning oyog'iga chekit qo'ydim. O'tkirni shundaqla o'zimni o'ylamasam bo'lmaydi. Men har ikkilimizning dilining azor yeb qilishini xohlamaydim. Uningdan voz kechish menga bekli ig'ir kelsa-mu, voz kechmaslikka amolim yo'q. Mag'lubiyatning oq bayrog'i ko'z oldimda lapildab turadi. Men sevgi muhabbat uchun g'ururimni qurbon qilishni xohlamaydim. Azob uqubat bilan to'lib ketgan hayot batlarimga buningdan keyin yana yangi azoblarning qo'shilishini qabul qilolmaydim. Erishning hammasi baxt emas. Hamma odamning baxtga bo'lgan ta'birimi o'xshamaydi. Gerçi men o'tkirdan yuragimga tosh qo'yib turib voz kechsam-mu, yanada uning baxt tilaydim. Men uchun uning baxtini ko'rishmi baxt edi. U kelgusida xushal yashasila, men uning uchun kulalaydim. Voz kechishni muhabbat emas deb kim deydi? Uni shu odam bir o'zi biladi. Menmi bilaman? Şuna çidişim, hammaga bardoshlik berishim, qaysar bo'lishim kerak. Oliy maktab imtihonini berib bo'lib, chaqiriq qog'ozni qo'limga og'chi bo'lgan orliqda o'tkirdan urkigan qushdek qechib yurdim. Uning barcha urinishlari, ranjishlari, titildashlari menga kor qilmadi. Albatta, u qog'i bilan oqquning hikoyasini anglab boqmagan edi. Men ham Sharipaning uning ochisini boshlab kelib, meni sagitib qo'yganini hech kimga tinmagan edim. Mencha o'tkir meni hamon bir kun tushunib qoladi. Men buningga ishondim. Shunga o'tkir biroqli o'zgarib ketganimning sababini bilamadi va menmo uningga aytishni loyiq ko'rmadim. Yepiq qozon, yepiq biti qoldi. Shundaq. Yurakda bir armonmi shu biti qoldi. Momam doim qizlarning ko'ngli dengizga o'xshaydi deydi. Mening ko'nglimmi dengizga o'xshaydi. Nurg'un narsalar singib ketgan bu dengizga sukut, iztirob, ochiq zardoblarmi jimmida singib ketdi. Yanfonim tuyuqsiz sayrab ketdi. İşxonadagi xizmatdoshlarimga daxli qilmay deb o'ylab, asta sirtga chiqib telefonni oldi. Qanday ahvolingiz, qizim? Yaxshi turyotamsiz? Telefon qilgan opam edi. U yaqindan beri pat-pat telefon qilgan bo'lib qolgan edi. Yaxshi. O'zingizmi obdan turdingizmi? Yaxshi, qizim. Necha kun avval shirtin chiqqan bir tonishim sizning ikki parcha romaningizni og'ash chiqib ekan. O'qib beklam hayajonlanib ketdim. Bek yaxshi yozibsiz. Sizning bundoq talantingizning borligini zotli bilmabdiman. Rahmat. Siz yonimda bo'lmaganligini bilmaysizda. Siz yana samonning tagidan suv qo'yib, menga bo'lgan noroziligingizni ifodalayotgansiz, Qunduz. Gerçi ayni yili sizni tashlab ketgan bo'lsam-mu, ish qilib 10 yoshingizgacha men boqqanjumu. Meni 10 yoshga kirgich beqib cho'ng qilganingizga rahmat aytaman. Ham bu umrimda boqqan ajringizga javob qaytarishga tirishiman. Lekin meni o'ylamasangiz-mu, momamni o'ylab bo'lsa-mu yurtga bir kep keting. Yaqindan beri uning salomatligi toza yaxshi emas. Olimodis bir ish bo'lib qolsa, yuzini ko'ramay qolmang yana. Momam har vaqt sizdan nafratlanganligini aytib, sizning bu jahonda mavjud ekanligingizni unutib ketdim degandek gaplarni eg'izdan tushirmisimu?
Ba'zida uning sababsizlik ko'z yosh qilganini, kechalari tushida ismingizni chaqirib uyg'onib ketishlaridan, yana sizni aslaydiganligini, seg'indiganligini bilaman. Men baray degan. Lekin el jamoat oldida qaysi yuzimni ko'tarib boraman? Uning ustiga yurtga borsam, dadangizdan meni o'ldirib yetishdan bekmi qo'rqaman. Uni men obdan tushunaman. Dadangiz deganni qilmay qolmaydi. Hatto kechalari tushimda uning bo'ynimni uzib, beshimni to'p qilib tepib yurganini ko'raman. Undaq odam ayni chog'da hammadan kechib ketmasangiz bo'lmamdi. Dadam amaliyotda undaqmi niyati yomon odam emas. Siz tushunmaysiz. Men dadamizga ishonmayman. Ko'nglimdagi gapni qilsam, Sulaymonning keynidan qechib ketganimga pushaymonimmi yo'q. Shu gohida mo'mingiz bilan sizni eslab qolaman. Bo'lmasa, bu yerda hashamatli turmushning payzini surib, xonishlardek yashayapman. Hech nimadan g'aymim yo'q. 9 tal. Shug'unisi, shuncha yildan beri bu hayot menga hamma narsani berdi. Lekin bir farzand ota qilmadi. Sulaymon bilan mush ishq ko'limiz beklam yerim. Bu yashangizda endi balliq bo'lishingiz tasmikin deyman. Shundaqdimi umidvor bo'ling. Farzandlik bo'lib qolsangiz ajab emas. Bir chaqda Sulaymonning burunqi Sajida degan ayoldan bir qiz bor da'vatmabdingiz. Shuni yininglarga akilib bilinglar bo'lmasa. Oy, uning gapini qilmang. U bir nima kichik vaqtida bizni shundoq yomon ko'radi. Hozirgacha Sulaymonni tillab telefon qilsa olmaydi. Meni ishtinmi bek sat ko'rdi. Balkim uningmi o'ziga tushlik nafrati bordi. Shundaqmi? Ba'zi ishlarni unutmak oson. Ammo yurakning chunqur qatlamiga o'rnab ketgan ba'zi ishlarni unday debmi unutqili bo'lmaydi. Sizning shu ishingiz sababidan bizning chekkan azoblarimiz ozmi? Yilmi yaxshi mo'mon bo'lib qopti ekan. U dadam bilan ikkimizni izchil himoya qilib keldi. Mumkin bo'lsa, yurakni ilibli ko'rsatkili bo'lsa, uchimizning yuragini bir ko'rib baqqan bo'lsangiz, hammani tushunatdingiz. Dadamni el-yurt oldida sharmanda qilib qechib ketganingiz uchun acaba dadam menga to'y qilmay o'tib ketsa bo'lamdi? Taggidek ish bo'lsa tagigilik. Yana menga nashtaringizni sanjmoqchimi qizim? Telefon nomerimni qancha qitim deb berganim esimda yo'q. Lekin bir qitimni telefon qilib ahvolimni so'rab qo'yganingiz yo'q. O'tdilar deb ichimga tinib telefon qilsam, mushundaq to'rim tegisiz. Xolimisangiz telefon qilmasangiz bo'ladi. Shundaqmi? Sizga opa-lazim emas, shundaqmi qunduz? Sizga oshiqarlik kechida menmi lozim bo'lmagan-ku deyman. Siz bilan paranglashqim yo'q. Dadamizni o'z ayni topibsiz. Uningdimi ta'tirjon bo'lsiz. Paranglashqimiz bo'lmasa zo'lishim yo'q. To'mirimda eqiyotgan dadamning qini bo'lgandikin, dadamni tatsammi tatqandimi? Telefon uzildi. Aramizdagi kishining ichini ochiq qiladigan suhbatmi uzildi. Shu chaqlarda momam opamga xat yozmaslikni aytib, xat yozgandan keyinmi opam xat yozaverdi. Lekin uning keyingi xatlarga momam javob xat yozmadi. Opam pat-pat telefon qiladi. Uningga so'g'uq tegmay illiq muomala qilay desammi, yanala yig'irga tegadigan gaplarni qilib silib, telefon mushundaq uzildigan chaqlar ko'p bo'ladi. Menmi amal ba opamga so'g'uq tegmaslikka tirishib, o'zimni besavolay desammi, yanala besavolanmaydim. Opam menga yana telefon qiladi. Buningga ishonatdim.
Ammo biz bir oila kishilarining orasidagi sovuq munosabatning qachon oxirlashadiganligiga bir nima deyolmaydi. Gohida o'zimning qilgan ishiga pushaymon qilib, o'zimni ayblasam, gohida opamga bo'lgan nafratim kuchayib ketadi. Men mushundaq ikki xil hissiyot ichida talchi qatdim. Nafsim qisilib, yuragim siqiladi. Ichim ochiq bo'ladi. 8 qism. Rana to'ydan keyin xushal, ruhli juratli. Xizmatni texmi astoydil qiladi. Uning erimi shundaq samimiy, kichik peyil edi. Ranaga ko'yinishlari, uni asrashlari shundaq mehrlik edi. Ishxonadagi ayollar Rananing turmushiga qarab, mangmi to'yning shapsini berib, uni buni soya qilishadi. Ammo mening ko'nglimga nazardan boshqa hech kim sig'maydigandek his qiladi. Gerçi onun bilan muhabbatlashmagan bo'lsam-mu, mening necha yildan beri usab, chak-chak yerilib ketgan qalb itizimga u ashu kishini moyil qiladigan, falsafaga to'yingan tatliq gaplar bilan pat-pat nechtal tamchi temitib qo'yadi. Gohida muhabbat izhor qilganga-mu, do'stlikqa-mu o'xshamaydigan, odamning beshini qo'ymaqtiradigan gaplarni qilib qo'yadi. Uningga tabiiy bog'lanib qelyapti. İşten düşüplü kompüterning oldiga kelib, uning bilan bir yerimda mundashmasam, bir yerim kamdek his qiladi. Gohida o'zimga o'xshamayotganimni his qilib tursam-mu, shirin bir istak, his tuyg'ularim ustidan g'olib keladi. Nazar bilan mayak tor bekitida qo'limizni "Manga berin" nomli postimni e'lon qilib, uzun o'tmayli tanishib qolgan edim. Postim tordashlarning qizg'in olqishiga erishib, chekilish qitim soni günden günge həsilləb eşib beriyotgan şu günlərdə o munbarda mənə özünün muşu tor beketinin məsulü işkənligini, mening burunmu matbuotlarda e'lon qilingan asarlarimni suyib o'qiganligini, mumkin bo'lsa mushuningga o'xshash nodir asarlarimni tor bekitida e'lon qilib turishimni umid qilganligini aytib qisqa uchur yo'llagan. Shu qisqa uchurdan keyin bizning tordagi aloqamiz quyuqlashib ketdi. Mən özüm bilan tang dematlik bu tirishchan yigitga qoyilligim oshgan sari uningdan asarlarimni ayamas bo'ldim. Uning menga qilgan qizg'in, illiq muomalasi ijodiyatimga ilhom berib keldi. Keyin men uningdan opasining qatnash voqeasiga uchrab, o'simlik odamga aylanib qolganligini anglagandan keyin dastlabda tor bekitiga yo'llagan asarlarimga unimasam-mu unimay, bergan haqlarni olgan bo'lsam, keyin zotli og'il uni İçimden onunğa bo'lgan yesdaşlıq urg'ib turadi. Kamerada shunchalik qaysar, jazbador ko'ringan bu yigitning oshu bir jup ko'zining tagida o'rkashlab turadigan hasrat to'lqinlarining ovozini quloqim anglab qolgandek bo'lganda, bir kitob savdogariga 20 ming yuan qalam haqiga bermagan romanimni uning kitob savdogarlari bilan munosabatining yaxshiligini anglagandan keyin ular bilan o'zi kelishib, qalam haqini elib, osh pulni sakratda yotgan oshu bechora opasining davolash chiqimiga ishlatish uchun berdi. Mening nazar bilan bunchalik ichakishib ketganimni Rana faqatli qabul qilolmadi. Shu kuni ishxonada ikkimiz yolg'iz qolgan edik. U bir stakan issiq choy damlab oldimga qo'ygandan keyin samimiylik bilan menga tikildi. Canım Qunduz, bilaman, sizga qaynam toshqanlik to'lgan turmush, vafodor yigit lozim. Bir qiz bola uchun birarning turmushida put tasab turishi hech kim inkor qilmaydigan haqiqat. Ammo atrofingizda shuncha esil yigitlar tursa, nima uchun to'g'ri tunishib qolgan yigitga zehningizni sarf qilsiz deyman-da. Yilimi bir yil o'tib ketdi, qarang. Ishinglardan asroqmi shapi yo'q. Rananing gaplari o'rinliq edi. U menga chin dildan yesdoshlik qilib ko'yinayotdi. Nazar bilan ikkimiz o'ttirsidagi hamma ishlarni Rana biladi. Mening uningdan boshqa sirdosh do'stim bo'lmag'achqa, turmushimdagi bu ishlarni uningdan sir tutmagan edim. Ammo nazarga bo'lgan qizg'inliqim, uningga bo'lgan intilishlarim, yuragimning tatliq bir ta'mada talpinishlari aql idrokim bilan keskin ilishyapti. Bu jang tehi oxirlashmagan edi. Men tanqisliqda eg'iz ochdim. Rana, jinim do'stim, bilma, sizmi menga yaxshi bo'lsin deysiz, biroq men bu ishga kelganda zotila o'ylab beqing do'stim Qunduz.
Onun gaplari shakardek tatlıq, shunchalik sehriy kuchga to'lg'an yigit, o'zi kichiklik turib dangliq to'r bekatni qurib chiqqan deb to'xtamay maqtaysiz. Ammo uning bilimlik, qobiliyatli bo'lishi sizlarning ishinglar ikkisi ikki ish. U sizni haqiqiy yaxshi ko'rsa qarang, sizga ko'ngli bo'lsa, nima ishqa bir yildan buyon bir qatim bo'lsa sizni yo'qlab kelmaydi? Nima ishqa sizga muhabbat to'g'risida eg'iz ochmaydi? Shundan to'la bilsangiz bo'lmadimi? Buni menmi o'ylagan Rana, lekin u bekli oldirash shu. Yo'q, kallangizni silkivitin qunduz. Amaliyot uning aldirashliqi bir bahona. O ən qaqvaş adamlarning kishilarni qoyil qilishdagi bir vositasi xolos. Acaba uning har xil faoliyatlarga qatnashadiganға, soat-soatlab siz bilan kamerada mo'ngishadigan vaqt chiqadi ekan-yu. Bu yerga bir kelib, yo'ngizgilarning oldidan o'tadigan vaqt chiqmamdika. Men uni sizni ko'ldirib otamdikin deyman juma qunduz. Yo'q, Rana, u hargiz undaq qilmaydi. U mening umidim, orzuyim. Agar undaq bo'ladigan bo'lsa, men Qallarim qurib, nafsim jiddiylashib ketdi. Men Ranadan tezli ko'zimni ilib qechib, oldimdagi choydan necha yutum ichdim. Jinim do'stim. Asli turmushingizga aralashmasam bo'ladi. Biroq sizni eng yaqin do'stim bilgachga, aralashmay desam, ko'nglim unmay yotadi qarang. Sizning yuragingiz yig'lasa, o'xshashli meningmi yig'laydi. Umid orzuyingizni buningga undaqli bog'lab o'tmang. Rahmat Rana. Menga qanchalik omroqligingizni bilaman. Sizning bu idorada men bilan bir ishxonada xizmat qilib kelishingiz mening baxtim. Biroq nazarning ishida siz shuncha aqlli edingiz. Hech bilmadim qunduz. Hozir savdosizni saron qilib qo'yayil debdi. Roman povestlaringizda personajlaringizning xarakterini shunchalik utuqliq, yorqin yoritib, taqdirni odam suyungidek puxta o'rinlashtirsiz. Ammo o'z turmushingizni nimandaq do'tlik qildingiz deyman. Abdunazar degan bir mavhumdek odam. Uning sizga ko'ringani faqat tashqi qiyofati. Uning yuragida, xiyolida nimalar bor, buni siz hech bilmaysiz. Sizning 20 million qalamga badaliga bermagan romaningizni uningga qo'shqo'llab sunguningizga shunchalik qursqim ko'pidi qarang. Navad u bir vijdonli erkak bo'lgan bo'lsa, u romaningizni kitob savdogariga 30 millionga sotdim debdi-yu, nima sizga 10 millionni qaytarib bermaydi? Acaba necha yüz betlik romanni muvaffaqiyatli holda bitirish shuncha osonmi? Shu romaningiz bitguncha qanchalik zehn hamda vaqt sarf qilganingiz mendan bekrak o'zingizga ayon do'stim. Deganingiz o'rinliq. Lekin men u romanning qalam haqqini o'sha bechora kasaljon opasiga o'tib shundaqdimi og'zining uchchudi bo'lsa-mu, sizmi jafo tortgansiz, azroqni bo'lsa-mu o'zingiz elib qiling demamdi deyman. Quruq rahmatga nim keldi hozir. Bo'ldi do'stim. Yana so'zlasam sal qaynab qolgudekman qarang. Ishqilib bu Abdunazar deganingiz menga bir qismni tuyulyotdi. O'zingiz yana bir astoydil o'ylanib beqing. Turib o'ylanib qoldim. Rananing deganlarini o'rinsiz deyolmaydim. Demisimu nazarning ba'zi ishlari ko'nglimga tashvish ham gumon soladi. Ammo men yuragimda yenib turgan o'sha kichikkina umid shomining o'chib qolishini zotli xohlamaydim. Uningga g'oyibdan uchib kelgan shamolning yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydim. Qalbimning pinhonidagi bu kichikkina ushqunning gulxonga aylanmay turib o'chib qolishi men o'ylashni xohlamaydigan qo'rqinchli xiyol. 9-qism. İdardan Ürümchiga bir oylik o'ginishga avatildiganimni bilganimda beshim ko'kka yetdi. Keyin men bilan birga boradigan xizmatdeshimning oilasida jiddiy ish chiqib qolib, o'rniga Rananing almashganligini bilgan cheg'imizda ikkimiz hayojonimizni bosolmay chaqirishib ketdik. Rana bilan bir oy Ürümchida birga turdiganimdan qavatli xushal edim. Yana tehi Ürümchida nazar bilan ko'rishdigan shu go'zal daqiqa xiyolimdan kechganda jiddiylashib nafasmi ololmay qoldim. Hayojonim besiqmagan seri Rana menga ma'nilik qarab peshonamni bo'sh-bo'sh noqib qo'yatdi. Rana yo'lga chiqishning oldida yo'ldishining kirqatlarini yuyib, to'nglatqiga tugib silib, uylarni tozalash bilan oldirash bo'lsa, men husn tuzash o'rniga berib yuz terimni ostirtib, sochlarimni ushshaq budri qilib, yangidan moda bo'lgan kiyimlarni setib olish bilan oldirash edim.
Үрімчіге келіп, мәктәпке орынлышып алғандан кейін бір xil тәшналық ilkida Nazarga qisqa uçur yazdım. Qandaq ahvalınız Nazar? Yaxşı turdingizmi? Bilamsiz, hozir men qayerda? Men hozir Үрімчіде. Sizni bir hayron qoldirib yetay deb, ham oldimga chiqaman deb avor bo'lib yurmisin deb yo'lga chiqqanda sizga aytmagandim. Vaqtingiz bormi? Ko'rishamdiq yoki meni xohlamamsiz? Chaqchaqa, siz kelamsiz yoki men bormanmi? Agar meni keling desangiz, adresingizni aytib bering. Yaningizda shu zamon zohir bo'laman. Qisqa uchurim javobsiz qolganda osmondan yerga tushgandek bo'ldim. Yuragimning beg'ishi uzilib ketgandek ruhsiz holda yonfonimni bag'rimga yiqib, vaqtni titliq, kutish, iztirob ichida o'tkazdim. Ammo yonfonimning ekrani yanada muzdek qaytib turadi. Rana ko'zlarimdagi satidagi hasrat soyisidan chunqur o'ksinib, menga tasalli berib, meni umidlantiradigan gaplarni qilyotdi. Kashkichik elimdan yeshnimi o'tmay, bo'g'zimdagi qirtaq suyuqlikni yutib, qo'ygan tutqunimni bilmay, garang yurdim. Yonfonim yanada so'g'uq, jilmayib turadi. Nazarning ko'kyusig'imi takror qaradim. Ammo ko'kyusimi qarayib, rangsiz holatda qaytib turadi. İçimden itilib chiqqan chunqur o'hlarim, tashvish, gumonlarim ruhimga tikandek sanjilatdi. Nafaslarim o't edi. Vujudimda bir tonurning o'ti kuyatdi. Kichikkina g'ururimni saqlab qolish uchun bo'lsa-mu, uningga telefon urishga royim, shundaqla jur'atim yo'q edi. Mening bu holatimga chidamagan Rana qo'limdan yonfonimni yulibli ilib, uningga telefon qildi. Ammo yonfonimi etik edi. Bir kun shundaq ma'nosizlik bilan to'xtam sudek jimmida o'tib ketdi. Qalbim osmondagi nachtal umid yulduzimi nalargadir saqib tushib ketdi. Qolgan yulduzlar bo'lsa, barbara g'uvalishib beryotdi. Men bu yulduzlarni saqlab qilish uchun bar amallar bilan xiyollarimni go'zal hislarga to'ldirish uchun tirishayotdim. Nazar, siz undaq samimiyatsiz emas, shundaqmi? Bizning do'stligimiz, qalbimiz shu qadar g'uborsiz, shu qadar pokiz, xuddi tong shabnamidek suzuk ham yumron. Siz cho'qim aldirash bo'lib qoldingiz. Mening kelishimdan xabaringiz bo'lmag'achqa, balkim yonfoningizga to'q qachilmay etilib qolgandi. To'rbatning ishlari jiq bo'g'ashqa charchab ketib, ko'ku etishga vaqtingiz yetmagandi. To'g'ri, cho'qim shundaq. Ata hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Quyosh sharq osmonidan beshni ko'tarib chiqish bilan tang, yonfonimdagi to'rg'ay yaqinliq sayrab, sizdan kelgan uchurni topshirib olaman. Kecha. Nimandaq uzundu bu kecha. Tang nurini ko'rmakning bir mo'jizdek hislarim tangga, go'zal bir saharning jamoliga intizor bo'lib, qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. Rananing yenik turtishi bilan ko'zlarimni echibla yonfonimga qaradim. Afsus, yonfonim shu biti sukut ichida jilmayib turadi. Men ruhsiz holda yuzimni yuvgandan keyin ishtihosizlanishni qildim. Rana darsga ketayotqach dedi. Bo'ldi do'stim, ko'nglingizni yarim qilmang. Yana saqlab boqayli. Balkim tor bekatning ishlari bilan aldirash bo'lib qolgandi yoki biror muhim ish chiqib qolgandi. Ma'qul. Rahmat sizga. Nazardan hech qanday uchur kelmay, necha kun jimmida o'tib ketdi. Endi bo'lganda yuragimdagi umid shomi o'chib, qalbim osmonidagi yulduzlar biraqla soqib tushib ketib, xiyol olamim Go'ristonlikqa aylandi. Darsga chiqib kiryapman. Ammo muallimning shuncha qitirqinib so'zlaganlarining birmi yodimda yo'q. Rananing mutaqati to'shqan bo'lsa kerak. U o'zini biraqla qo'yibdi. Qunduz, men sizga zot borolli demaganmidim. Zot bu Abdunazar degan bola menga boshida g'alati to'yilgan. Qarang mana, o'ylaganlarim rost bo'lib chiqyotdi. O'zi tuyul soyisimi yo'q. Ündüdar yan telefondan tartib hammasi etik.
Qo'rsqida jin bo'lmasa mushundaq namartlik qilamdi. Yoki siz Urumchiga uning pulini xajlab, tamqini yavag'ili kamagan tursangiz, qo'rsqim bakli ko'pib ketyotdi jumo. Rostla chidag'uchiligim qolmadi mening. Bu jahonda najjar odamlar nimandaq ko'payib ketdi. Uf. Zodi boshdan gapimni anglamay, bangboshlik qilib, bak foydab ketdingiz-ku bu bir nimaga. Ko'zlarimga lo'mmadi shig'i o'lashdi. Rana, kechiring. Men rostla xato qildim. Endi so'zlamang. Yuragim bekla og'rib ketdi. Bu ma'qul, men so'zlamay, Qunduz. Xapo'mang. Sizga ichim og'rib, so'zlamay desam shu so'zlab qoldi ekanman. Bo'ldi, yig'ilmang ha. Rana, mangzimga do'mlab tushgan yoshlarimni eritib, meni bag'riga bosdi. Tashalmay aram turgan yig'i kelkuni biroqli yopirilib keldi. Urumchi osmoni ko'nglimdekla tutuq. Hamma yerda degudek uchib yurgan qora bulutlar yelili odamni yutib yetadigan qiladi. Anda sanda tamchilab tushgan yomg'ir tamchisi muzdek sovuq edi. Rana bilan darsdan tushib, tamoqqa chiqib yenishimizda yonfonim sayrab ketdi. Ekranga tikilgan ko'zlarim notanish nomerini ko'rib, ma'yuslikka to'ldi. Telefonni qabul qildim. Yonfonda notanish bir yigitning ovozi anglandi. Voy, yaxshimisiz? Siz Qunduzmi? Yaxshimisiz? Men shu. Siz kim bo'lsiz? Men kimligimni desam, meni tanimaysiz dema. Men hozir Nazarning yeridan keldim. Necha kundan beri uning bilan aloqalashmaganligingizni bilaman. Sizga aytadigan muhim gaplarim bor edi. Xohlasangiz ko'rsak bo'ladimi? Nazarning gapini anglab, butun vujudim quloqqa aylandi. Bo'ldi. Siz hozir nerede? Men mushu cho'ng bozorning atrofida. Mana bo'lsin. Siz cho'ng bozorga kelib, menga telefon qiling. Bo'lamdi? Ma'qul. Men berib sizga telefon qilay. Natonish yigitning gapini Ranaga dedi. Barayli Qunduz, bulanga qo'limizga narsa keraklarni yotoqqa chiqib qo'yayli. O'roq. O'ttirboy bu natonish yigit bilan tepishib, yaqin atrofdagi bir qahvaxonaning ayrimxonasiga o'rinlashib olgandan keyin dedi. Siz o'zingiz kim bo'lsiz? Nazar bilan aloqalashmaganimni qanday bilasiz? Eg'ir ko'rsangiz, aytib berasiz. Rana bilan ikkimizning taajjub, hayronlikqa to'lgan ko'zlarimiz yigitga tikildi. Yigit oldidagi g'o'r purqirab ko'tarilib turgan qahvaga shakar silib, oldirmay elashtirib, cho'nqur uh tortilayotgandan keyin dedi. Gapni yanıla baştan başla ya. Ben siz bilen bir yurtluq Qunduz. Ben bu yıl Ali Mekteb'den kompüter kesbini bitiriş aldım. Torda Abdunazar bilen tanışıp dostluk qağılı tabi uzun oldu. O çağlarda onun tor bekitide yeni kurulğaşqa taraqqiyatda bastıydı. Yadaş, o'qishim pischi, ishtonga ketma. Qilsam sarada. Agar turba taraqqiy qilib bir nishonimiz yetsa-chu, oyda necha mumkin tepishdan sar. Turmushimizni tajja toptirdigina. Meni topqinim seni topqinimga o'xshash-ku. Men hamma pullarni beshimga buymayman adash. Tatqan jafoyimiz uchta qalabat kelsak, hammaning ishimizdan bo'ldi. Onun bilan yuz ko'rishganda u shundaq dedi. Onun gapini anglagandan keyin butun zehnim bilan ishlab ketdi. Darsdan sirtqi bo'sh vaqtlarni qo'ldan bermay, to'r bekatga bor kuchim bilan aql idrokim bilan kuchidi. Ammo 3 yil butun vujudim bilan ishlab, moyak to'r bekat taraqqiy qilib, kishilarimiz orasida nufuzli to'r bekatga aylanlarda hamma Abdunazardan bo'lib, men bir chekka tashinib qoldim. To'r bekatdan kirgan barliq bular uningdan oshmadi. Burun degan gaplarimni yuziga solsam, o'zira aytib, oilasining qiyinchiligining eg'ir ekanligini, o'simlik odamga aylanib qolgan opasining borligini deb og'zimni tuvaqdim. Bo'ptimi. Shuncha uzun ishlabdim. Yana ozroq sabr qilay deb tishladim. Uning bilan birga turg'ashqa, asosan degidek hamma ishni bilib turardim. Keyin uning opasining yurtdan tuyuqsiz uni yo'qlab kelishi bilan tang danq etib turib qoldim. Asli opasi shundoq sog'lom,
muloyim 50 yoshlar chamisidagi ayol ekan. U dastlabda uni buni deb o'zini oqlab menga ozroq pul bergan bo'ldi. Keyin 3000 yuan muqim maosh berib, 3 vaqt tamqimni ko'taradigan bo'lib, davomli o'ziga yordamlashimni etdi. U menga nacharlik qilib, do'stlik aqidamni yaga uyg'on bo'lsa-mu, shuncha yil qo'rsoq to'yg'izib bekorga ishlatdim. Uydagilarning oldiga ozroq pul ko'tarib boray deb yana sukut qildim. Ammo keyin boshqalarga qo'rsiqini beqiyotman. Undig'ay qilg'ashning tayini yo'q deb menga taptani qildi. Kaynimdan g'ayvat qilganini anglab qilib, faqat chidamadim. Yuzgimni sanmay, ichimga tenib, yenidan ketish tayyorligini qilyapsam, sizning gapingizni chiqarib qoldi. Men u siz bilan tanishgandan tortib, yanada bo'g'ashqa hamma ishni bilatdim. Hatto sizni aldab, romaningizning qalam haqqini eplab bir olma markalik yontin setib oldi. Qog'inini shu zamonda bankga qo'yatdi. Uning qoqboshligiga, xumistligiga ichim ochiq bo'ldi. Meni-g'o necha yil ahmoq qilsin. Siz voy deb izdini qilib, aqida qilsangiz, sizning hissiyotingizdan foydalanib qilgan ishni aqlimga sig'diraman. Shunga sizga bir aytib qo'yish niyatida. U diqqat qilmagan fursatda Yanfundan nuringizni xotirlab oldim. Sizga shundoq hurmatim bor. Asarni bak yaxshi yozibsiz. Urumchidimi sizning kitoblaringiz shunchalik bozorliq. Hatto sizning asarlaringizni o'qish uchunlar mayak turi bektiga keladigan tur obodlarining sonini mudab beramayman. Shunga sizga deydiganim, uningdan amni o'zingizni torting. Undaq arzimas odam uchun yana vaqtingizni isrof qilib yursangiz, bu bakmi afsuslanarli ish bo'ladi. Men yana sizning bu iflosga oldinib yurishingizga zotli chidamayman. Bu siz birdamgina nimadan deb ketdingiz? Kallam qarangli bo'lib ketdi-ku. To'g'ri. Hozirgi ro'y holatingizni tushunaman. Chunki sizning uning bilan ko'kko'da yozishgan xatlaringizni ko'rganman. Uning ko'nglingizning borligini bilaman. Ammo u sizga qilchilik fursat bermadi. Yiroqlashsangiz tartib, yiqilsangiz o'zini ep qochdi. Mana endi bo'lganda necha kundan beri kuchadan kelgan bir yo'ldan chiqqan qiz bilan oppoq-chapoq bo'lib, xotinlardek yurdi. Sizning uchuringizni ko'mada emas, ko'rdi. Ammo meqidi kulib qo'yib, parvoni qilmay ishni qilib yurdi. 24 soat ochiq turadigan ko'kosini qasddan mo'ktirib qo'yib, piv ichib o'tadi. Asli u kuchadan kelgan heliqi qiz bo'lmagan bo'lsa, siz bilan ko'rishmoqchi edi. Lekin chiqinglar tankib qolg'ashqa, u qizni ketkizib bo'lolmay, siz bilan aloqa qiladigan har qanday vositadan o'zini qochuvdi. Yuragim ko'krak qabzimga shiddat bilan urilib, nafsim yetishmay, oldinish, xo'rliq, his qilgan tuyg'um butun vujudimni asir qilib, eg'izimga gapmikan. Oldidagi qahvani bir xil ritmda matlab o'tirgan yigitga qarab, Ra'no eg'iz ochdi. Deganlaringiz rostdek. Ammo biz nimaga asosan sizning gapingizga ishonamiz? Bundaq desam, ko'nglingiz kelmasin. Men nima o'ylasam uch xil deydigan qiz. Qunduzning ishi mening ishim. Shuni to'g'ri tushuning. Qunduz Abdunazarga shunchalik samimiy holda muomala qilyapsa, u shundaqmi qilami? Yigit suzuk derizdan tomonliq osmonga salmoqlik bilan nazar tashlayotgandan keyin dedi. Odam degan mushtaq emasmi? Haqiqatdan yo'chiq qiz deydi. Yolg'onlarni yepishqa, yoshirishga urinadi. Amaliyotda o'zini o'zi aldab, shuncha vaqtdan beri qahvash odam bilan bir uyda turib, mangmi yo'qdimi qandaq? Men-mucho ba'zi ishlarni puxta qilishga ustop ketdim. Qunduz bilan azaldan tanishmasaqmi, bir daryoning suyini ichib cho'ng bo'lganman. Onunga yeslaşlık qilgan ekanman, yana nemishquni oldig'idakman. Yigit yendin yonfonni chiqardi-da, bizga daqiq tikilib turgandan keyin un hujjatini qo'ydi. Shu amalli quloqlarimga har bir hujayramga tonish bo'lib ketgan nazarning ovozi yonfon yangratqusdan uchib chiqib, futtur yuragimga tegdi. To'qqizinchi qism tugidi. Abduri Abdujalil Jabbor.